ikki tayyorlash, tuzatish. Tuzatish. Menimcha yomon emas. Qani menga taxlab bersa qanchaga tushar ekan? 60 ta izumrud. Nima balo, bobong bilan buving narxini ham qo'ydingmi? Bir dona izumrudga taxlab berasan, tushundingmi? Ma, ushla buni. 7 qilib qo'yur. Boshimdan 3 marta aylantirib berdim, vaqti rozi emasman. Men bir haftadan keyin kelib sizlarni tekshiraman. Shoshma, ularga obed berish esimdan chiqibdi. Eshikni ham yopmabman. Nima? Yo'q. Yo'q, qaytinglar orqaga, men hazillashdim, ey. Ularni boshidan otib tashlatsam bo'lar ekan. Men ularga yomon gapirmagan edim, ifloslar tuznog'imga tupurib ketdi. Shoshma, menda bir g'oya keldi. Men Minecraftda искусственный intellekt yarataman. Mana yaratdim, aqlimga balla. Qani boshladik. Mana bu kitobda Minecraftda hamma qiladigan ishlaringning ro'yxatini tuzib chiqdim. Mana buni hammasini o'qib chiq, qiladigan ishlaringni tushunib olasan. Nima? Sen hammasini o'qib tugatdingmi? Bugundan seni birinchi ish kuning, meni esa senga obed olib berishga pulim qolmadi. Orqangdagi yerni yaxshilab ag'darib qo'y. Ishingni bo'lding, meni chaqirarsan. Yana nima bo'ldi? Yo'q, tavba, bu bo'lishi mumkin emas. Buni qanday tez qilding? Qo'yib qolmasdan iloj yo'q. Barakalla bolam. Endi menga ko'proq brilliant topishga yordam berasanmi? Ha, u qayerdan kavlab olishni bilsa kerak. Lekin bu u uchun oson bo'lmaydi. Men 1 soatdan keyin qaytaman. Senga nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa meni chaqirarsan. Nima? Yana nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Kirkang sindimi yoki sichib qo'ydingmi? Oy bola, qayoqqa ketyapsan? Yo'q, xudoyim, buni qanday qilding? Bu bo'lishi mumkin emas. Senga gap bo'lishi mumkin emas, bolajonim. Olmos ham topdingmi? Gap yo'q senga. Xo'sh, endi menga uchar etik taxlab ber. Ha, men uni aldaganimni bilmaydi bechara. Chunki Minecraft o'yinida uchar etik bo'lmaydi. Nima bu? Bu uchar etikmi? Lekin bu uchmaydi, to'g'rimi? Yo'q, xudoyim, bu bo'lishi mumkin emas. Qani ketdi. Qani yana nimalar qo'lingdan keladi? Xo'sh, mana bu kirkani sinmaydigan va baquvvat qilib ber. Ko'laylikchi qanaqa qilib berar ekan? Voy jalab, bu bo'lishi mumkin emas. Bu minglab olmoslar-ku. U shunchalar tezlik bilan ishlayaptiki, men usbet qilmayapman. Keyingi safar biz yovvoyilarga hujum qilamiz. Qani men seni mahoratingni bir ko'rmoqchiman. Lekin hujum qilishdan oldin birinchi navbat plan qurishimiz kerak. Yo'q, xudoyim. Qani men bir ko'rmoqchiman. Agar sizlardan 3 ta bo'lsa nima bo'larkin? Sizlarni adashtirib qo'ymasligim uchun sizlarga ism qo'yaman. Sen Alisher, Saidnazar va Olim. Biz ahil bo'lib yashashimiz uchun bizlarga kattaroq uy kerak. Ko'raylikchi nima qo'llardan kelar ekan. Yo'q, tavba, qanday qilib bunday tez harakat qilyapsizlar? Bunaqaga jinni bo'lib qolish mumkin. Ha, uyni ko'rinishi yomon emas. Qiziq, ichkari remontini qanday qildi ekan bular, ha? Xo'sh, buni nima yozilgani yo'q.